Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Nurstro kanalini ashadga kuzatib boruvchi aziz qadrdon do'stlar. Mana kimlarni eslagan bo'lsa, bu joylarda mana ro'parasa 2 oy oldin yo 3 oy oldinmi shu erta bahorda betonlarni quyib ketgan edik. Endi mana g'isht urish ishlariga kelganmiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, g'ishtlarni urishni boshladik. Biz ketgandan keyin uyda egalari ham qancha mehnat qilibdi, bularni ham bir qator tanishtirib o'tamiz. Oddiy turpoq, shu podoldan chiqqan turpog'idan g'ishtlarimizni uryapmiz. Mana loylarni uyitib, ikkita kareta qilib olib. Endi xo'sh, aziz obunachilar, bu yerda uyda egalari qilayotgan ishlari, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, saqishlab turib, keyin bunaqa qora qog'oz bor, ko'rayotgan bo'lsanglar, shundan polni tepasiga izolyatsiya qilindi va ichki tomonlarini beton ichilarini saqishlab eritib, saqishni surtlab ichki tomonlarini mana ustilariga qora qog'ozlar tayyorlab zasipga qilib turpoqlardi. Bu yerda eslaganlar bo'lsa, tog'dek turpoq bor edi, shularni polni qilib ishlarni 30 mingta ishlar to'ktirib, mana biz chaqirtirdi, mana shu urishni boshladik. Xudo xolasa razmerlarimiz 30 ga 20 joyga tushgan polni uyimiz. Adashmasam 9 xona yo 10 xona uy polni uyda xudo xolasa g'ishtlarni urib chiroyli qilib beramiz. G'ishtlarimizni narxlari shunaqa 5 yulduzli deb manaqa emblemadagi g'ishtlar kelyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar 1050 so'mdan dastlabkasi bilan olib kelib berilayotgan Farg'onaning g'ishtlari. Farg'onaning g'ishtlarini shu 1050 so'mdan olib kelib beryapti qadrdonlar. Eriydi, mana turpoqqa urilyapti. G'isht urish narxlarimiz hozirgi kunda 600 so'mga chiqib qoldi. Jicha narx-navolar ko'tarilib, g'isht urishlar narxlari. Ana bu yerda ham betonlarni chiroyli qilib qo'ygandik. G'ishtlarni ham xudo xolasa chiroyli qilib urib beramiz. Endi aziz qadrdonlar, kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Polni noldan boshlab beton quyish, g'isht urish, shu vaqt stiyajga sisma kolonnalar shunaqa qovurga holatigacha olib kelib chiroyli qilib urib beramiz. Bitirib, chiroyli qilib bitirib beramiz. Xo'sh, bu yerda proyekt bo'yicha 115 mingta g'isht hisoblangan. Hisobimizda 120 ming, 30 mingga bor, 20 ming atrofiga borib qoladi. Nima desanglar, proyektdan 3 qator ko'proq qilib sokul hisobida ham urib olinadigan bo'lyapti. Uyni ichini balandroq qilinadigan bo'lyapti. Bir etajli uy uchun. Aysaqdalar, keyin g'ishtlarimizni shablon qilib uryapmiz mana. Kimlardir buni biladi, kimlardir bilmaydi. Hozir sizlarga ko'rsataman. O'zi urib olmoqchi bo'lganlar uchun mana g'ishtlarimiz, g'ishtimiz 602 razmerda ekan, 6 sm 2 mm, 7,5 sm ga mana qilib tekis rekani olib, qaqib chiqib turib, urvinga qo'yib urganmiz. Ana shunda g'ishtimiz manaqasi tikkaligi to'g'ri bo'lib chiqadi. Ham shagimiz ham, riyatimiz ham bir xilda loyiydi. Mana shunday qatirib olasizlar. Xudo xolasa mana 3 tomonidan qatirib tortib olganmiz, qimirlamaydigan qilib. Shunda g'ishtlaringlar chiroyli bo'lib chiqaveradi. Albatta bu ma'lumot ham foydali bo'ldi degan umiddaman. Kuzatib boringlar, xudo xolasa bu yerda o'xshi qancha qish, qancha usta puli hammasini rasotlarigacha hisoblab boramiz. Sizlarga ma'lumot berib yuramiz. Xudo xolasa bemalol xizmatlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.